Navbatdagi istoriyam 18+ ayollarimiz uchun. Ko'ringlar, sizlarga albatta yoqadi. Men o'zimga mana penyuar lov Saodat profildan ayollarimiz uchun juda ham kerakli narsalarni xarid qildim. Xosligi bir maqtanaman. Ayollarimiz bemalol ular profillariga yozib yoki Telegram kanaliga kirsanglar, u yoqda juda ham zo'r obzor qilib berganlar. Ko'p narsalarni o'zlari uylariga dostavka qilib boradilar. Tabodan feromonli basyon. Hidi shunaqa zo'r. Bunda suraslarda badanilarga silliq mayin qiladi. Bu esa intim zonalaringizni qorayib ketgan bo'lsa, juda ham zo'r, foydali. Bu yerda mana sovuni, machalkasi ham bor. So'rash kerak bu nima ekan? Bilmadim malgina. Intim zona bunaqa joylar, qo'ltiqdagi har xil joylar qorayib qoladi-ku, o'shalarni oqartirib beradi sizlarga.